Nimaga yoshi katta chet ellik insonga turmushga chiqqanman? Bunga bir necha sabablarim bor. Avvalambor, sevgi yosh tanlamaydi. Undan so'ra esa mani cholimi ko'ngli juda ham toza. Menga insonlarda yoshi emas, uni ko'ngli muhim. Shuning uchun ko'ngli tozaligi uchun mana shu cholimni tanlaganman. Bu cholvachcha mani xohlagan narsalarimni qilib beradi, ko'nglimga qaraydi. Yoshligimdan juda ham asabiy qizman. Shunaqangi asabiylashgan holatlarimda cholvachcham menga judayam mehribon bo'ladi. Istagan joylarimga aylantirgani olib boradi, shoppinglarga olib boradi. Manikyur, pedikyur, salon, malonlarga esa pulini to'laydi. Ya'ni bu tomondan umuman problemamiz yo'q. Yana boshqa yaxshi tomonlardan biri esa menga xiyonat qilyaptimi deb xavotir olib o'tirmayman, chunki yoshi allaqachon bir joyga yetib borgan. Keyingisi esa men bunga yoqyapmanmi, yoqmayapmanmi deb ham xavotir olmayman, chunki men yosh va go'zalman. Mani cholimga kim ham qarardi deb ko'nglim xotirjam. Shunaqa cholim bilan eng baxtli kunlarimizni birgalikda yashayapmiz. Sizni cholingiz necha yoshda? Kommentda qoldiring.